Maşinaning switchini almashtirsak, haqiqatan maytijab dumlisini ashiramdi. Bir do'konga switch almashtirish uchun uda 5 qatim berib, almashtiramay ketgan hodisani anglaganmi? Men qadi sho'cha emas, balki jugo qadi. Ya'ni men mashin bilimlari to'g'riliq so'zlamayman, lekin beshimda o'tgan bunu ishni sizlarga zodi deb berishni loyiq topdim. Bizning rayonimizda hozir o'z oldiga marka chiqarib, Abdul ya'ni Jio setayotgan bir dangliq bir Wanhua shirkati va endi bularning shirkatining o'rni Urumchida. Shuning bilan men boraman mashinam neyda, bizimcha oqsa. Shuning bilan Jioni almashtirdim, Abdulni almashtirsam xil yomon emas chiqdi haqiqatan. Shuning bilan bu yerda switchning gapim chiqib qoldi. Mening switchim ko'nrab qolgan. Menim almashtirsanglar anda bo'ldi degandikin hamma qilib shu kuni qilsam chiqmadi mening mashinamga mos kelgan. 3-4 kundan keyin kelsanglar biz Kufangda chiqib qo'yli dedi. 3-4 kundan keyin yeni keldim. Kelsam voy yeni yo'q-ka, vallahi chiqmabdi-ka. Bir haftadan keyin kelamsizlar biz bir tizimlab qo'yli, yo'q bo'lib qolsa akal turib dedi. Bir haftadan keyin 3-chi qatim yeni keldim. Yeni chiqmadi. Endi bu chiqibsizmish qilayversa deganning o'zida mening mashinam Subaru. Subaru'ningki material shipping duty fadonji deb balaki o'xshamaydi bilasizlar. Bunga keldigan switchim sal o'xshamaydigan bo'lishi mumkin. Lekin men buningdan burun aydigan mashinalarimni switch almashtirgan vaqtning o'zida har qanday bir do'konga borgan bo'lsam, ish qilib birini sepirtida bu yerda. Endi bu do'konga kirsam nurg'un switch va endi bular oq turib, motorni tutib qarab, "Voy sizniki mos keldigan yo'q-ka" deb uda 3 qatim meni mang'uzayotgandan keyin, "Voy bular bak jo'yaymi nima? Boshqalar bo'lsa aplab-saplab pulni olay deb go'mmidi sepirti deb o'ylabdim-a." Şundan 4-cü qatim yeni keldim. Yeni bir 10-15 kunlardan keyin kelsam yeni shu gap, yeni yo'q-ka, yeni buyurtib qo'yli bu qatim chuqum yezib mang'dirib qalay-balay. Bo'pti, chidigan chiqargan deb matam 5-chi qatim keldim. Bo'lsa ayliq Wanhua adashmashlarning bosh lobini falsafalik gaplarni qilib qo'ydigan yaxshi balati bu. Shu bo'z yuziga bir day deb kirsam yo'q-ka. Kechsi jibo qilib kunduzi aram oldimmi deb o'yildim ham deb. Shundan qilsam yeni yo'q-ka de, mening 5-chi qatim kelishim, necha qatim yezib oldinglar desam, oq turib uning qarigan bo'p, buning qarigan bo'p, oxiri nim deydi desanglar, yo'q-ka, jiddiyan shunga berib o'zingiz akasingiz, biz sepirlikmi deydi. Men o jiddiyan shunga berib bir tal switchni aklishni uqmaydigan, boshqa yerdan soldirishni uqmaydigan bir odamman. Sizlar olsangiz o'zingizlarga o'rni qo'yib o'ylab beqinglar, bir do'konga kirib ma'lum bir narsani so'rdinglar. Birinchi qatim yo'q dedi, ayt kelinglar, ikkinchi qatim yo'q dedi, uchinchi qatim, 5-chi qatim kelsak, yeni shu gapini qilib qo'y, yo'q-ka, andaqqa o'zingiz berib akasingiz biz sepirlikmi desa, mandaqaroq ballab qolsanglar, og'zingizni buzib turlaysizlar u yerda. To'g'rimi, xatomi? Endi ma Abduldan bu switchni chiqargan bola xili cho'ng Wanhua mendan necha so'nsiz ko'p kundir jibo qilib sotadi bir narsalarni. Da bir qancha taksichilar mashina haydaydiganlarni akib turib, "Ha, switchni almashtirgandan keyin qanday bo'ldi?" deydi. "Voy, meniki burunga qaraganda 30 kilometrdan 50 kilometr uzoq mengyotdi. Gaz, may uzoq yetadigan bo'ldi. Dumni sochdi u bu deb nurg'un narsalarni chiqardi." Uningdan biri bu naytalik bir ahamiyatlik mazmunliq, falsafalik yaxshi gaplarni chiqiradigan balati. Endi mening bu baliq bir amroqligim kelib boshqa jihatdan cho'ng qo'llayamsammi va bundan keyin Jioni mashinada almashtiray, switchni almashtiray, aloqalarimni tavsiya qilay deb qilgan. Lekin mashina qarab beqinglar. Shuning bilan bu switchni almashtirmadim. Ikkinchisining do'koning bir Jioni almashtirmayman deb ketdim. Endi mendek bir odamdan ayrilib qilishi bu do'konning so'zsiz cho'ng ta'sir etkizishi notayin. Lekin mening atrofimda bir talay do'stlarim bor. Bir talay funksiyonlarim bor. Shularga yeyilsa qanday qo'yib ketadi deb shuning uchun bugungi zopindimi men bu do'konning bu markaning ismini eg'izga olmadim. Eg'izga olib qo'ysam balki mazir juber o'ynaydigan Wanhua bak ko'payib ketdi. Biz chiqib o'ani manda deb tillaydi. Shuning bilan u falan gapini deydi. Anikan ikkisi birga kelib yolg'anda yarishib qoldi. Mushundaq bir hodis chiqib, to'xtama qodi kitobni juber o'ynab ketdi deb qolmasin. Endi birsi bularning markasiga ta'sir yetmasin, bo'pti, mangashda qilib qo'ygan bilan boshqalar unda emasdi deb o'ylab qilmadim. Lekin endi deb qo'ydig'im, shundaq falsafalik yaxshi narsalarni chiqargan aktiv bir Wanhua bo'lgan keyin, ma qo'llastimizki shogirdlarimizga ombir bilan kullish tutishni o'rgatmay, mash degan yaxshi gap so'zlarimizdanmi ancha-muncha o'rgitib, bir rostchil, samimiy, yaxshi muomala qildigan bir balla bo'lsa degan umidda bu zopini yo'llab qoldim.